Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Müslüman kardeşlerimiz, hürmetli prezidentimiz Rüstem Nurgaliyev, kadirli konaklar. Şundan da 8 yıl bundan ilk şuşunda taş salıp, mana şuşunda zor işler başlayız. Yanartı fondu uyuşturup, bütün halkımız yardımı bilen şuşunda zor işe tutungan idik. Aytasım kile, bu yıl izgi Bulgar jerin öğrenü, arkeologik yaktan, tarihi yaktan, fenni yaktan nigizde tamamlana. Buna köpme kirek idi turguzу işleri alıp barga, nindi şartlar tudururga, buna endi şuşa istelik zor qırharını koygan urunna endi bizning ata-babalarga bag'ishlab ishlagan edik. Aq masjidning da barqa kelüü aqalganlar barsa da tarihi mında heykeller. Alar barsa da fenge to'g'ri kelib, aytib ketilgancha Rüstem Nurgaliyev aytib ketdi. Bu hazır bütün dünya isimligine kirib tanılgan qiymat. Shunday tushuncha bor. Ruscha aytganda universalniy mirovая ценность deb atala. Mana biz hazır endi Bulgar jeri shunga aylendi. Bulgar jeri Rossiyada birden bir İslam dinin irikli ravishda qabul etilgan o'rin. Endi mana shu ishlar ishlangandan so'ng bugungi kun 2010 yılda nechik boshlaganmiz mana shu zo'r ishlarni yengib chiqdik, Allohga shukr. Xudoyning butun xalqimizning endi Vladimir Putinning aytib ketilgancha o'zimizning prezidentimizning kundalik yordami bilan boshqarib chiqdik mana loyiqli ravishda. Bugungi kun bizning tarixga kirib qolarga tegish nechik ittirib bu yerlikni foydalanırga. Bunda birden bir Rossiya tarixinde hazır endi Bulgar İslam Akademiyasi barlıqqa keldi. Bunda endi o'quv boshlandı. Bir yıl vaqt uzdi. Yıldan yıl ol o'zining ishtaligi boyiyashaq. Şuluk vaqtda bizning masjidlarimiz, ruhoniylarimiz, imom hazratlarimiz barsi da Tatarstandan gına tugul, bütün Rossiya jerliklerinden mana endi kechada uchrashib söylashdik. Hazır mana boy ishtalik bilan bizga ish etarga kerak. Balalarni ko'pmi mumkin shu izgi Bulgar jeyina oyoq bostirga kerak. Shunday programma yasarga. Endi bizning fikrimiz niqib kela bu masalada. Biz buni Alloh bersa uzoqqa so'zmisha niqlab tutnirga tegishmiz. Balaning o'skanda izgi Bulgar jerine oyoq bosuvi. Ondan bulay endi bunda hozir aytib ketgancha akademiya, onda akademiya shogirdlari da ularga din ahillari, ular bilan birgalab ishlab, maktab programmalarini foydalanib, bik motor ettirib ishlarga kerak. Balalarning yash buunning o'skanda mana shu ruh bilan ko'ngillari boyisinlar, singib qolsin. Mana shunday zo'r etap bugun Alloh bersa xayrli yo'l tilab zo'r ishga biz tutnirga tegishmiz. Alloh bersa ishlagan ishlarni bizning ixtiyorimiz shunday, mumkinligimiz shunday, o'zimiz shunday bildirib chiqashaqmiz. Rahmat barishында kelajakda shular motor ettirib ishlarga yashargasin. Bayramlar bilan. Amin.